Maqsad bo'lish uchun video qo'yapman xo'la. Birinchi kun o'sha nima shikoyat bilan kelgandingiz, muolajadan keyin qanaqa bo'lganingizni bitta ayting. Kecha birinchi kun hajama qildik. Shu davni oshib keldingiz, keyin hajama qildik 2 dona ikkitachakingizga. Qanday bo'ldi shundan keyin? Ancha yaxshi bo'ldi. Ana boshim yengillashdi, ochildi, unaqa. O'sha zudlik olishgacha bo'lgan davrda qanaqadir lechini ham oldim dedingiz? Lechina oldim, ana unaqa. Toshkentda yozib bergan dorilarini ana natriy xlor terabiringa qo'shib qildi. Lekin natijasi bo'lmadi. Foyda ko'rmadingiz. Foydasi bo'lmadi. Birinchi ana hijama oldim bu yerga kelib bir kun. Ikkinchi kun 2-3 kundan keyin mana zudlik oldim. Zudlikdan keyin qanday bo'ldi? Zudlikdan keyin ancha yengillashdi. Foydasi sezildi. Dorilar ichmadim 2 kun. Bugun o'zi 3-kuni. Davlinaga qarshi. Boshingiz og'rib turarmidi oldin? Doimiy og'riqda, sababsiz bosh og'riq. Kuniga? Kuniga. Kecha kunduz. 2 kundan beri hozir boshingiz og'riydi. Yaxshi, yengillashdi ancha. Shifo bo'lsin, xo'p.